Yaxshimisilar do'stlar. Bugun men sizlarga hashtag to'pisini qanday yasaydiganligimizni bir ko'rsatib qo'ymoqchi. Hashtaglarda ishlatadigan to'pini shu Home Depot, Laos qatorliq do'konlarda tayyor qilib sotadiganlarim bor. Hamda o'zingiz ko'parak hashtaglarda gullarni, sayko'ktatlarni o'stirman desangiz, buni tuvandagi 4 xil materialdan foydalanib o'zingiz yasab olsangiz bo'ldi. Bunun ketadigan materiallar birisi hayvanotlarning qig'i. Men ishlatadiganim kalaning qig'i. Home Depot'larda yana to'g'oning qig'ini sotadi. Ama kalninki biraz azanroq bo'ladi. Bu bo'laverdi shuni ishlatsa. Bundan keyin perlite deb bir material bor. Bunun yezilishlarini men inkas qilib ostiga yezib qo'ysam bo'ldi. Ondan keyin vermiculite deb yana bir material bor. Ma perlite degani volqonlardan chiqadigan narsaga bu suvni to'pining ostiga o'tkazuvchanligini oshiradigan roli bor. Ondan keyin oksigenlarning har qaysi o'rinlarga tashi yetib berishiga yordam qiladi. Ma vermiculite degan suvni o'ziga sumirib namlikni saqlash roli bor ekan. Ondan keyin yana bir material peat moss deydigan. Bu mu birisi to'pining miqdorini oshirish bilan birga suvni o'ziga sumirib bu namlikni saqlash rolini o'taydi. Mush 4 xil materialni tuvandagi nisbat bo'yicha, ya'ni perlite'dan 1 ulush, vermiculite'dan 1 ulush, peat moss'dan 2 ulush, ondan keyin hayvonotlar qig'idan 4 ulush elib, mushuni yaxshi aralashtirib, qisaqlab, bu hashtaglarda ishlatadigan to'pini yasagan bo'lamiz. Tuvanda men bularni bir aralashtirib, bir ko'rsatib qo'yay sizlarga. Mana qig'idan mana bir ulushni to'kimiz menga. Bundan 4 ketadi. Hem dastlabki birini töküp ondan keyin ma'nundan bir ulush. Bu şundaq yengil material ya. Şundaq yengil. Bunun bir ölçüsü var. Hadi. Mağazından koyacağız. Ma'nun bir xaltisi ma qachida 2 qachi chiqadi ekan. Shuni bilan bu qig'dan hozir 2 ni qo'ygan bo'ldik. Lekin mana shunday yengil. Bunun bir ülüşe. Hem de peat moss'ın 2 ulush. Ama peat moss'tan birini koydum. Bunun da ikisi gerek. Bayatın qig'dan
Mana onu chiqib qo'yib bo'ladi. Bir xaltasi mana uni chiqib chiqar ekan degan qiliq emas. Mana shuni bir xalt biroq ko'tmam ekan. Shuni bilan to'rt tudush qilib qo'ygan bo'lganda mana bu. Hamda mana pitmasdan bir siqib qoldi. Shuni to'kib olsak. Mana pitmasdan chiqqan quyatdik. Mana materiallarning hammasini bu yerga to'kib oldik. Endi buni astidan tortib ustiga bunday to'kamiz. Bunday qilsak yaxshi aralashadi. Buni ayt yengil. Ma'lum ishlatgan materiallarimiz yengil bo'lgandan keyin buni aralashtirish hech qancha tas emas. Cho'rsidan mishta qilib oyoq mang'ilsak bu aralashib qoladi. Mana tashtak to'pisini yasab bo'ldik. Endi buni tashtaklarga quyib, o'zinglar yaxshi ko'rgan sayko'ktat, gullarni ko'chasanglar bo'ldi. Men ko'pincha bunda raxlik tashtakni ishlatdim. Buni Amazondan olgan. Shu yerda izlab boqsanglar bo'ldi. Bu ko'tarishga aplik, suv o'tkazuvchanligi yaxshi. Buning 3 yil bo'ldi men ishlatayotgandi. Hech nima bo'lmaydi ekan, ya'ni bir yilmi yana bir ishlatgan bo'ldi o'xshaydi. Shuni quyib mana. Bunu pek çın besmetmeysizlar. Bundak çöğürlerge toluq tushgida qilib qilamdikin. Ama o pomidorni ko'chamoqchi. O'ttirdan azroq bo'shliq ichib pomidorni men mash barmoqning orasiga ep turib, ma cho'rlarni bundaq azroq besib turib, qisanglar bundaq chiqadi. Chiqqandan keyin buni o'ttirib qo'ysizlar. O to'pidan yana cho'rsiga. Müştaq quyasanglar bo'ldi mana. Buningga suvni qanğuch quyasanglar. Undan keyin yo'g'raydi. Shuninglar bugungi asosli tashtak to'pisini tanishtirdim. Azroq bo'lsa foydasi bo'lib qolar. Ma'qul, xo'sh.